Ahvol qoniqarli emas. Kim javob beradi bunga? Odam balki non yemas, lekin til kerak unga. Qani til? Til qani? Ya, vinovat bittamanmi? Vinovat? Aybdorsan, ha? Miyangni ahvoliga sani o'z tilingni aynitgan. Hozir hamma unutgan eskicha gapirishni. O'z tilingda so'zlashish eskicha gapirishmi? Senday badburutni. Bo'ldi, uspakoycha qilinglar. Tinchlaninglar bo'ladi. Shu drujniy bo'linglar. Do'stona desa o'ladi. O'zi nima problema? Muammo demoqsan-da. Какая разница bunda? Muammoing ana shunda. Farqi juda ham katta. Chista gapirish kerakmi shunda? Toza gapir. Albatta. Tilni o'lasi qilding. Betafakkur ablahlar. Mana aloqam yo'q o'sha. Umuman aloqam yo'q. Tilga atnashing ham yaxshi. Munosabatim deng, tog'a. Bularni dimog'i chog'da. Til o'lib ketmaydimi? Nomard, ertan qusuring avlodga yuqmaydimi? Bu masala keksa yosh hammamizga daxldor. Ona tili oldida har insonni burchi bor. Ahvol juda ham abgor. Hozir yangi qonun bor. Reklamlar to'g'risida. Lekin amal qilish yo'q. Uflama. To'g'risida. Bittasi e'lon yozibdi. Maktabni to'g'risida. Nimamish? Choch ekamiz. Soch bo'ladi, betamiz. Kabob emas, qabob ekan. Savodam savod ekan. Shahobcha, mehmonxona. Shoxobcha, mehmonxona. Meh. Yumshoq bo'ladi, hesi. Hali egasi kelsin. Men bo'laman egasi. Shundoqmi? Bu qanaqasi? Savodni qurt yeganmi? To'g'rilab qo'ying, akasi. Xato qildingmi tuzat. Bu imloviy xatolar yoshlar ongini buzar. Qani anavi erkin bozor. She'rda 100 ta so'z yozsa, 85 ta xato bor. Kelmadimi? Kelsa aytib qo'yinglar. Latincha yozishni o'rgansin. Qo'limga tushmasin.